Dunyodagi eng xavfli odam o'zini aqlliman deb o'ylab, aql o'rgatadigan odam bo'ladi-yu. Bilasizmi? Shu qarz olib oldim nima qilsamikin, siz sirasi kredit olganda zo'r olib ketadi. O't tashlamas. Eslilik qilaveradi. Qizim bilan anchadan beri gaplashmayapman, urushib qolganmiz. Hozir yozamikin nima deb o'ylaysan? Siz sirasi yozadi aniq. U qiz senga mubtalo bo'lib qolgan. Do'stim, isham men odamlarim sezyapti, hozir o'zini o'zi bo'lishga dimlab, yig'lab yotibdi tashqi. Hijron ko'chalarida yurib seni eslab. Yozganda yomonga, yaxshimisan deb yozgin deydi. Bo'pti deb tur, yaxshimisan deb yozadi. Sirasi bloklab qo'yadi-yu. Bo'ldi endi, pishdi уже. Istoriyasini ko'rish uchun ham boshqa akkaunt ochish kerak, fake akkaunt. Men qizga yoza olmayapman do'stim. Lapashlik qilib jinni ketdi narsa yozib qo'ymay deb desiz. Berib turib men yozib beraman. Bilasizlarmi nima deb yozgan? Yaxshimisiz sizlarda ham chorshanbami bugun deb yozibdi. Hali qiz ham yo'q bizda dekabr bugun deb atvet qo'yadi. Nechinchi yil siz deganiki 2005 deb. Desa 2005 bo'lsa siz ham muchalingiz tovuqmi yo chiroylilar uchun alohida muchal chiqqanmi? Ko'ynimani deydi. Hali qiz hayolida mendan tupoy odam yo'q yer yuzida уже. Jakuy bilan meni ko'rishganda IQ'imiz 5 deb o'ylaydi. Uyingizda nechta razvedka bor deb yozmabdi ham.